Demak, 3-mock testimizni video yechimlarini qilamiz. 36-savol. Tenglamaning ildizlari x bir x 2x 3 bo'lsin. Ning qiymatini toping. Demak, bu uchun biz uchtalik tenglama uchun v termani bir marta yozib olmasam, bilmaydiganlar uchun tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Tenglama uchun demak x1 x2 x3 teng minus a x1 x2 qo'shilgan x2 x3 qo'shilgan x1 x3 teng b x1 ko'paygan x2 ko'paygan x3 teng minus c degan narsalar o'rinli. Demak, bizdan so'ralgan narsani topish uchun mana 3 ta x1 x2 qo'shilgan x3 ni kvadratidan foydalanamiz. Buni hamma biladi. x1 ni kvadrati, x2 ni kvadrati, x3 ni kvadrati qo'shilgan 2 x1 x2 x2 x3 x1 x3 deb ochiladi. Demak, yig'indi bizda bor. Mana bundan yig'indi kelib turibdi. Minus 2. Bunda b minus 3. Oxirgi esa ko'paytmasi 1. Ana xo'sh, shundan foydalansak. Yig'indi minus 2 dedik, kvadrat 4 bo'ladi. Teng. Bizdan so'ralgan narsa shuni a deb o'ylayman. A bo'lsin, qo'shilgan 2 ko'paygan qalqishdagi narsa bizda minus 3. Demak, 4 teng a qo'shilgan minus 6. Bundan a teng 10. Ana nimaligini bitta yozib qo'ymasam, x1 ni kvadrati, x2 ni kvadrati, x3 ni kvadrati teng. Demak, 10 bo'lar ekan. Mana buni a deb belgilaylik-da. Juda noqulay bo'lib qoldi, mayli. Xullas, a deb aytdim. x1 ni kvadrati, x2 ni kvadrati, x3 ni kvadratini. Xo'sh, endi ildizlar mana shu bo'lgan keltirilgan kubik tenglamaning koeffitsiyentlar yig'indisini toping debdi. Oho. Nima qilamiz? x1 x2 ni a desam, endi buni alohida ishlayapmiz. x1 x2 ni a desam, x1 x3 ni b desam, x2 x3 ni c desam, bizdan tuzishimiz kerak bo'lgan tenglama shunda x minus a, x minus b, x minus c teng 0 ko'rinishda bo'ladi. Keltirilgan degani agar koeffitsiyentlar hadlari 1/7, 2/3 bo'lib ketsa, mahrajlarini bir qilib chiqamiz, mahraj berib bo'lib olamiz, ko'paytiramiz, mahraj keltirib olamizda, shunda koeffitsiyentlar butun sonda bo'ladi. Xo'sh, lekin unga hojat yo'q. Demak, birinchi buni ikkalasini ko'paytirsam, x kvadrat minus ax minus bx plus ab x minus c teng 0. X kvadratni bitta ko'paytirib chiqaman ikkalasiga. X kub minus cx kvadrat minus ax kvadrat plus acx minus bx kvadrat plus bcx. O'zi nazariy jihatdan koeffitsiyentlar necha chiqishi o'zi ma'lum bo'lib turibdi, faqat isbotlaymiz buni endi. Plus bcx qo'shilgan abx minus abc teng 0.
Xo'sh, x kub x kvadrat borlardan hammasi manfiy ekan minusini chiqarib qo'ysam a bor, b bor, c bor, mana x kvadratlar. Bunda bor, keyin bunda bor. A, b, c, x kvadrat. Endi x borlar a c x, b c x, a b x. Hammasi musbat ekan qo'shilgan. A c, b c, a b x. Nima qoldi? Faqat minus a b c qoldi. Teng a plus b plus c degani mana bu x1 x2 x2 x3 x1 x3 yig'indi-ku. Uni nechiligini bilamiz. Mana minus 3 chiqqan. Boshida bilganmiz uni. Demak x kub minus 3 ekan. Plus 3x kvadrat yozsak bo'ladi. Keyin a b c. A b c degani x1 x2 x1 x3 x2 x3 ko'paytmasi. Bu degani x1 x2 x3 ko'paytmasini kvadrati bo'lib ketadi. Ko'paytma o'zi 1 edi, kvadrati ham 1. Demak oxiridagi hadi minus 1 bo'yicha turibdi. Bizga a c b c a b ni yig'indisi kerak endi. A c b c a b. Demak a c degani mana boyagi alar belgilaganim turibdi-ku mana. A c degani x1 x2 x2 x3 degan. Qarang. A c teng x1 x2 x2 x3. Bunda x1 x2 x3 ko'paytma 1 ku. Mana bu yerdan. Ko'paytma o'zi 1 ku. Faqat x2 qoladi. Teng x2. Xuddi shunday bc teng bc. Bunda x3lar 2 ekan, faqat x3 qoladi. A b teng, unda x bilan 2 da faqat x1 qoladi. Ya'ni a c b c a b degan yig'indi x2 x3 x1 degan yig'indi. U yig'indi minus 2 edi. Mana bu yerdan. Minus 2 x bo'lar ekan unda. Tenglamamiz ko'rinishi mana shunaqa ekan. Buni koeffitsiyentlar yig'indisi 1 qo'shilgan 3 minus 2 minus 1 teng 1. Demak, a ning javobi 10, b ning javobi 1. Endi 37-masala. Nima qilsak bo'ladi? Tangenslaydi hamma, to'g'rimi? Demak, biz ham shunday qilamiz. Demak, bu qanaqadir bitta alfa burchak bo'lsa, bu ham qanaqadir bitta beta burchak bo'lsa, alfa bilan betadan qo'shilgan qanaqadir bitta fi burchak chiqadi ham. Mana qanaqadir x burchak bo'lsa, bu qanaqadir y burchak bo'lsa, o'zi arc tangens a degan son bitta alfa degan burchak bo'ladi ham. Ya'ni arc tangens 1 teng 45 gradus degan burchak. Mavzuni bilmaydiganlarga buni o'rgatib olmaymiz. Yaxshi biladiganlar o'zi biladi. O'rtacha biladiganlar bilan gaplashyapmiz-da. Demak, x ni y tomonga ayirishib o'tkazamiz. Shunda bu tomonda y minus x degan burchak hosil bo'ladi. Alfa bilan betani yig'indisini mana figa teng deb o'ylasak, bu tomonda bitta fi turgan bo'ladi. Keyin biz ikkalasiga tangens qo'ysak, mana tangens fi teng tangens mana y minus x deganda ikki tomonda shunaqa ish qilamiz. Bir boshdan. Demak, tangens arctangens x minus 1 qo'shilgan arctangens x plus 1 teng tangens arctangens 3x minus arctangens x. O'rtadagini bu yoqqa ayirish qilib o'tkazdim. Ikki tomonga tangens qo'ydim, bo'ldi. Endi bu yerda formula ishlatamiz, tangens x plus y yoki x minus y degan formulani buni bilardik. Tangens x qo'shilgan
Tangens y taqsim 1 minus tangens x. Tangens y formulani ishlatamiz. Minus bo'lsa bunisi tepasi minus, pasti plus bo'lib qoladi. Xo'sh, yana nima narsa bor bu yerda? Keyin mana bu narsa. Tangens arctangens x teng x chiqishi. Buning ma'nosi arctangens x degani tangens x chiqadigan son. Arctangens x degani tangens x chiqadigan burchak. Shu burchakda tangens yana x chiqadi-ku degan ma'noda. Demak, tangens arctangens x minus 1 degani x minus 1 qo'shilgan x plus 1 taqsim 1 minus x minus 1 x plus 1. Xuddi shunday narigi tomoni 3x minus x taqsim 1 plus 3x kvadrat. Minus 1lar 1 ketsa, suratlarda 2x taqsim 1 minus x kvadrat plus 1, 2x taqsim 1 qo'shilgan 3x kvadrat. 2x larga bo'lib olsak, x 1 teng 0 degan bitta yechim olsak bo'ladi, ya. X 1 teng 0 degan bitta yechim olsak bo'ladi. Bo'lib oldik, joyida bir qoldi. Ko'paytirib chiqarsak endi 2 minus x kvadrat teng 1 qo'shilgan 3x kvadrat. Ya'ni suratlar teng bo'lsa, magrajlar ham teng-ku debdi. O'tsa 4x kvadrat, bu yoqqa o'tsa 1. Unda x kvadrat teng 1 taqsim 4. X teng plus minus 1 taqsim 2. Ana shunaqa yechimlar bor ekan. Nega bugun yozuvimiz juda xunuklaşib ketyapti? Tenglamaning eng katta ildizini, tenglamaning haqiqiy ildizlar sonini toping. Demak, A ning javobi 3 da. B ning javobi eng katta ildizini toping. Eng kattasi musbat 1 taqsim 2 bu yerda. 38 bo'lsin. Shunaqa misol yaqinda ham ishladigan. Xo'sh, nima qilamiz? F4 debdi. 4 birdan katta son bo'lgach, tepadagi funksiyaga qo'shishimiz kerak. Shunda F4 teng 4 minus 24 ning kvadrati minus 24 qo'shilgan 5 teng minus 3. Unda keyin topishimiz kerak bo'lgan narsa F4 teng f minus 3 degani bo'ladi va uni endi pastga qo'yamiz. 3 ko'paygan minus 3 minus 3 minus 12. Demak, A javobi minus 12. F A minus 12 tenglikni nechta A soni qanoatlantiradi. Demak, tepadagi birinchi ifoda mana bu x kvadrat minus 6x qo'shilgan 5. Bu x minus 3 ning kvadrati minus 4 degan narsa bo'lgani uchun bu hech qachon teng bo'la olmaydi minus 12 ga. Shuning uchun FA degan narsa birdan kichkina emas ekan, birdan katta ekan. Xo'sh. Yo'q, birdan katta emas ekan, birdan kichkina ekan. Unda pastga funksiyaga qo'yamiz. Pastga qo'yganimizda demak, ko'rinishi 3 FA minus 3 teng minus 12 bo'ladi. 3 FA teng minus 3 qo'shilsa minus 9 bo'ladi. FA teng minus 3 bo'ladi. Endi A qanaqa son? Birdan kattami, kichkinami? Tepaga qo'yganda chiqdimi, pastga qo'yganda chiqdimi? Buni tepaga qo'ysang bo'ladi, pastga qo'ysang bo'ladi. Chunki ikkalasi ham minus 3 chiqa oladi. Har birini tekshirib ko'ramiz. Pastga qo'yganimizda. Birinchi hol. 3A minus 3 teng minus 3. Buning uchun A teng 0 bo'lishi kerak. Ikkinchi hol.
tepaga qo'yganimizda. Tepadagi funksiya x minus 3 ni kvadrati minus 4 ekan dedik. Shu teng minus 3 bo'lsa, x minus 3 ni kvadrati teng 1 bo'lib qoladi. A qo'yapmiz-ku, mana ular x'lar emas, a'larda. A minus 3 ni o'zi teng plus minus 1. Unda A1 teng minus 3 minus 1 ga qo'shilsa 2, A2 teng minus 3 musbat 1 ga qo'shilsa 4. Bundan 2 ta A chiqdi. Nechta A soni qanoatlantiradi? Demak, bu yoqdan bitta, bu yerdan 2 ta. Demak, 3 ta A soni yana bo'yaldi. 3 ta A soni qanoatlantiradi. 39 chizmada f x funksiya grafik va unga a tasvirlangan. Demak, f(x0) degani bu k bo'lardi, burchak koeffitsient bo'lardi. Uni tangens alfa bilan ham topsa bo'ladi. Shunda f(a) teng a nuqtadagi urinma chiziq ko'rinib turibdi. Mana 60 gradus deb turibdi. Mana shu burchakning tangensi 60 gradus tangensi ildizda 3. Teskari tomonga qarab turgani uchun minus ildizda 3. Xo'sh. Ko'paygan f hosila b teng musbat ildizda 3. Shular ko'paytmas kerak ekan. A minus ildizda 3 ko'paygan ildizda 3 teng minus 3 b. Demak, f hosila a bilan f hosila b ni topganmiz. F a ni topib olaylik. F a shunchaki funksiyani a dagi qiymati. A qo'yganimda mana 3 deb turibdi. F a teng 3. F b dagi qiymati 2. Joylashtirib chiqamiz. F hosila a minus ildizda 3 ko'paygan f b 2 qo'shilgan f a 3 f hosila b ildizda 3. 3 ildizda 3 minus 2 ildizda 3. Bitta ildizda 3. Shunchaki ildizda 3 ekan bu. 40 bo'lsa a ni toping. Xo'sh, brutur x f x bx. Demak, a ni izlaymiz birinchi. Xo'sh. Bo'liqlarni integrallaymiz yana. U dv teng uv minus integral v dv degan formula ishlatamiz. Demak, belgilay olaman. U teng x. dv teng f x bx. Bunda v teng f x dv teng 1 bo'ladi, shunchaki dx deb qo'ysak ham bo'laveradi. Demak, integralga buni ishlatsam, integral 1/4 x f x dx teng uv x bilan f x x f x. Bular integrali yo'q. Chiqarib ketaveramiz. 1/4 minus endi integrali bor. 1/4 mana formuladan kelyapti-da. Faqat formulaga qo'yib ketyapman. Bo'ldi, juda boshqa xotirishim shart emas. 1/4 v du. V ni o'rnida f x. Du ni o'rnida shunchaki 1 yoki bu yerga dx yozsam bo'laveradi. Dx teng mana shuni bizga 7 chiqadi deb aytgan. Mana uni ishlayapmiz-ku hozir. Xo'sh. Endi mana buni soddalashtirib olamiz birinchi. Yo'q, buni o'zi to'g'ri, buni soddalashtirishimiz kerak ekan. 4 qo'ysam. 4
ko'paygan. Qo'y. Tur ko'paygan. F tur. Funksiyani turdagi qiymat. A. Minus 1 ko'paygan. Funksiyani 1dagi qiymat. 3. Minus. Buni esa necha chiqishini o'zi hisoblab qo'ygan. 14 chiqadi deb aytgan. 14. Shartda berilgan-ku. 14 teng 7. 4a teng 14 qo'shilsa 21, 3 qo'shilsa 24. A teng 6. Birinchisini topdik, 6 ekan. Endi ikkinchisi. Xo'sh, ikkinchisini qayerga ishlaymiz? Mana shu yerga ishlaymiz. Integral 1/4 f at x f at x desak bo'ladi. Mana bu differensial ichkarisiga olib kirsak. Va bunday mana f at x ni deb o'ylaganimizda ko'rinib turibdi bu yerda. Ana turibdi. T dt turibdi-da. Integral ostida. Bu t kvadrat taqsim 2 chiqib ketaveradi, oddiy. Shunaqa ish qilamiz. F at x ni kvadrati taqsim 2 chiqaramiz. Oralig'i faqat 1/4 bo'lmaydi. Bu yerda o'zgaruvchi x bo'yicha emas, y bo'yicha. Y bo'yicha bo'lsa, funksiyani bizga berilgan oraliqdagi xlar bor-ku, xlar oralig'i. Shundagi qiymatlarini qo'yishimiz kerak. To'rni o'rniga funksiyani to'rdagi qiymat a 6 chiqadi. Yo, mana 1/4 qo'yaman. Mana uni hisoblasam aniqroq bo'lar ekan. F to'rni kvadrati, mana o'zbekcha bo'ldi, mana shuni tushunarliroq. F to'rni kvadrati taqsim 2 minus f 1ni kvadrati taqsim 2. 4 bilan 1ni qo'ysam mana shu narsalar chiqadi-ku funksiyadan. F to'rt a edi, ya'ni 6 edi. Uni kvadrati 36 taqsim 2 minus f1 3 edi. Uni kvadrati 9 taqsim 2 teng 18 ayrilgan 4,5 teng 13,5. Endi 41-misol. Eng tez chiqqan hamma ishlagan masala shu bo'lsa kerak. Demak, a biz uchrakda b balandlik 2 ga teng. Agar a si 4, a b bilan teng. Mana bu yerni x desak, bu ham x bo'lar ekan. A dan s'gacha o'zi 4 edi-ku, unda bu yoqda qoladigan 4 minus x bo'lsin. Oddiy Pifagor qo'llaymiz a b d uchun. X ni kvadrati teng bu gipotenuza, 2 ni kvadrati qo'shilgan 4 minus x kvadrat. 16 minus 8x qo'shilgan x kvadrat. Mana x kvadratlar qisqarib ketsin. Bu tomonga 8x o'tsin. 16 ga 4 20 x teng 2,5. Bu tomon uzunligini toping. Bo'ldimi shu 2,5 mi? 2,5. B 2,5 bo'lsa, javobi demak 2,5. Endi b ni javobini izlaymiz. Mana 2,5 bo'lsa, bu 2 bo'lsa, kvadratlarni qo'shsam mana tomon topiladi. Biz ikkinchi savol javobida 2 ni kvadrati qo'shilgan 2,5 ni kvadrati teng 4 qo'shilgan 6,25 teng 10,25. 4 ga ko'paytirib bo'lsam 41 taqsim 4. Shuni ildizdan chiqarsak, b tomonni beradi. Ildizda 41 taqsim 2. Yana xunuk bo'lib ketdi. Ildizda 41 taqsim 2. ABCD 5 burchak berilgan. Teng kelasi 6 6. ABC 150 gradus. 90 gradus bor ekan. 5 burchakning perimetrini toping. Demak, bitta mana tomondan ma'lum ekan shunday qilib. B yana bitta tushirsak. Men unaqa yozmayapman, o'zi shunaqa yozyapti. BD
Bdan o'tkazsak. Teng yonli bo'lsa, mana ikkita burchak teng bo'lishi kerak. Yuqori 60 bo'lsa, bular ham 60 gradusdan bo'ladi-da. Uch burchak muntazam bo'lib qoladi, mana bu 14 bo'ladi. Uchala tomoni ham 14. 6 bo'lsa, bu 6 dizda 2 ham Pifagor teoremasida. To'g'ri burchakli teng yonli bo'lsa, mana burchaklar 45 gradusdan bo'ladi. O'zi 150 gradus edi. Bu yerda 45, tepada 60, 105 bo'ldi. Demak, mana 150 o'rtadagi qismida bitta yana 45 gradus qoldi. Endi kosinuslar teoremasidan mana BD ni kvadratiga qo'shsak BE ni kvadratini minus 2 BD BE kosinus 45 fi demay shuni. Kosinus 45 gradus teng D ni kvadratini beradi. Shundan D ni topib olamiz. Ketdik. 14 kvadrat qo'shilgan 602 kvadrati 72 minus 2 ko'paygan BD BE. Hozirgilar 14 ko'paygan 602. Yana ko'paygan kosinus 45 gradusda dizda 2 taqsim 2 teng. Mana uchalasi qisqarib ketar ekan. 196 14 ni kvadrat 2 14 ni ko'paysak 168 ayirsak 28 72 ni qo'shsak 100. Demak, DE 10 ekan. DE 10 ekan. Perimetr demak 14 14 10 6 6 2 14 2 6 40 10 bilan 50. Endi BDE to'rtburchakning yuzini toping. BDE to'rtburchakning yuzi. Demak, mana 106 kira 6 taqsim 2 18. U yoq esa ana S teng 1 taqsim 2 AB orasidagi burchakni sinusidan topamiz. 1 taqsim 2 14 6 dizda 2 sinus fi dizda 2 taqsim 2 teng. Yana mana ular qisqarib ketadi. 7 kira 6 42. Bu yoqda 18 bor edi. S teng 42 qo'shilgan 18 teng 60. Mana bu S2 bo'lsin, bu S1 bo'lsin. S teng ikkalasining yig'indisi bo'lsin. 43. Boya kanalda aytgan narsam. Aylanaga chiqishtirilgan qavariq to'rtburchak, demak. Aylanaga to'rtburchak chiqishtiramiz. Diagonallar xo'sh. Bizga aytilgan shartda demak BC tomoni o'rtasi E nuqta E o'rtasiz ADga perpendikulyar. A B C D bo'lsin. A B tengmas C ga tengmas. E nuqta BC tomoni o'rtasi. Mana bu kesishgan joy O nuqta deb belgilandi. Shu OE ni davom ettirsak bu tarafga perpendikulyar bo'lib qolishi kerak ekan. Va bu shart Brahma-Gupta teoremasida qachon bajariladi desa, qachonki diagonallar perpendikulyar bo'lganda bajariladi. Diagonallar perpendikulyar bo'lganda, demak teoremani yana aytaman. Diagonallar perpendikulyar bo'lganda o'sha kesishgan O nuqtasidan bir tomonga
tushirilgan perpendikulyar shu tushganga qarama-qarshi tomonni o'rtasidan bo'ladi. Ya'ni O nuqtadan A'ga perpendikulyar tushirsak, perpendikulyarning narigi tomoni o'zini tushashgan tomonni o'rtasidan bo'ladi deganda. Deganlar perpendikulyar bo'lsa, AOB burchak o'z-o'zidan 90 gradus. 90 gradus. B. Agar AC 12 va BD 16. AC 12, BD 16 bo'lsa, ABC burchak yuzini toping. O'zi shu shartni bilish orqali, shu shartni bir eslatish uchun berilgan masala ekan. ABCda to'rtburchak yuzi S teng, demak to'rtburchak ixtiyoriy to'rtburchak uchun 1/2 D2 va orasidagi burchakning sinusi. Bizda sinus phi 1 ga teng 90 gradus bo'lgani uchun 1/2 12 16 teng 96. 44. Ham oltiburchakli prizma katta diagonal 13 ga katta diagonal kesim yuzasi esa 60 ga teng. To'liq chizish noqulay bo'lgani uchun yarimgacha chizaman men. Bu yoqda yana 3 ta tomoni bor. Mana o'sha prizma. Katta diagonal degani o'zi oltiburchak chizsak, muntazam oltiburchakda hammasi bir-biriga teng bo'lgan holda katta diagonal 2A ga teng bo'lishidan foydalanyapmiz-da. Katta diagonal 13. Katta diagonal degan mana uni kvadrati bilan h ni kvadratiga teng. Bu tomoni A bo'lsa, buni 2A deymiz-ku. Katta diagonal mana shu diagonal bo'ladi. Demak, uni topish uchun 4A kvadrat plus h kvadrat deyishimiz kerak. 169. Mana shu kvadratida. Katta diagonal kesim yuzi asos 2A, balandligi h bo'lgan mana bu to'rtburchak. Ya'ni 2AH teng 60. Shu narsa bizda bor. Prizma barcha qirralari yig'indisini toping. Barcha qirralari. Pastda 6 ta A bor, tepada ham 6 ta A bor, yonida 6 ta H bor. Teng 6 ni chiqarsam 2A qo'shilgan H. Shuni so'rayapti bizdan. Shu qanaqadir T chiqish kerak bo'lsin, ha? T chiqish kerak bo'lsin. Endi buni kvadrat ko'taraman. 36 ko'paygan 2A plus H ni kvadrati. 4A kvadrat 4AH plus H kvadrat teng T kvadratga. 4A kvadrat bilan H kvadratning yig'indisi 160 chiqishini bilamiz, 169 chiqishini bilamiz. 169 qo'shilgan 2AH 67, unda 4AH 120 bo'ladi. T kvadrat. Bizga T kvadrat emas, T ni o'zi kerak edi. 169 ga 120 ni qo'shsak 289, unda 17 chiqadi. 17 ni kvadrat-ku. 36 dan 6 bo'ladi. Mana, unda T teng 102 ekan. Barcha qirralari yig'indisi. Demak, ani topdik 102. Endi B ni izlaymiz. Oltiburchakli prizma yon sirti yuzini toping. Yon sirti degani 6 ta A ko'paygan H. Mana bitta tomoni yuzasi A ko'paygan H ku, shuni 6 ta bor-ku. 6AH teng 2AH 60 midi? 6AH unda 60 ko'paygan 3 180. AB 104, B 120, B 6 da kelyapti, bu 8 ga ketyapti. Demak, nima qilamiz? 6 tezlik bilan kelayotgan bo'lsa, 104 minus 6x bo'ladi. Buni x vaqtdan keyin B gacha qolgan masofasi. X vaqtda uni masofasi 8x bo'ladi. Buni endi mana bunga qarayapmiz-da. 120 gradus. Bu A, bu B. Shu A deganim
qanchadir vaqtdan keyin AB masofani qoladigan. B degani qanchadir vaqtdan keyin samolyotning ketadigan masofasi. Shunda biz mana masofani o'ylayapmiz. Eng kichkina bo'lishini bu a kvadrat plus b kvadrat minus 2ab kosinus 120 gradus u minus 1 taqsim 2 bo'ladi, plus bo'lib mana 2 ni qisqartirib oladi. Mana shuni eng kichik qiymatini izlayapmiz-da. Demak, 104 minus 6x ni kvadrati qo'shilgan 8x ni kvadrati qo'shilgan 104 minus 6x ko'paygan 8x degan ifodaning eng kichik qiymatini izlayapmiz. Nima qilamiz? Hosilot 0 ga tenglaymiz. Birinchi hosila 2 ko'paygan 104 minus 6x ko'paygan minus 6 ichidan chiqqan hosila 8x kvadrati hosilasi 2 ko'paygan 8x ko'paygan 8 ichidan chiqqan hosila qo'shilgan ko'paytma hosilasi birinchisining hosilasi ikkinchisini o'zi 8x ko'paygan birinchidan chiqadigan hosila minus 6 ekani va plus birinchisini o'zi 104 minus 6x ko'paygan ikkinchisini hosilasi 8. Hosilani oldim, teng yo'l dedim, soddalashtiraman. Minus 12 ko'paygan 104 minus 6x plus 128 x kvadrat minus 48x plus 8 ko'paygan 104 minus 48 x kvadrat teng 0. Minus 12 ni ko'paytirsak minus 6x ga 72x bo'ladi. Keyin minus 12 ko'paygan 104 yana bir marta yozib oldim. 128x kvadrat. Mana bu ham 48. Oxirgisi 48x ekan, uni kvadrati yo'q ekan-ku. Mana bu. 128x kvadrat qaydan chiqdi? Buni ham kvadrat yo'q ekan-ku. Mana 8x kvadrat hosilasi. Bir 128x minus 48x deb ketyapti-da. Nima bo'lib ketdi? 72x minus 12 ko'paygan 104 keyin 128x dan 48x ayırsam 80x qoladi. Yana 48x ayırsam 32x qoladi. Musbat 32x. Adashmagan bo'lay ish qilib. Nima qoldi yana? Qo'shilgan 8 ko'paygan 104 teng 0. Minus 12 da 104, musbat 8 da 104, minus 4 da 104 bo'ladi. Teng ikki tomoniga o'tsa 4 ko'paygan 104 teng 72 32 104. Ana 104 lar qisqarib ketsa, buni x bor edi. X teng 4 ekan. Ya'ni 4 minutdan keyin eng yaqin holga keladi. Javobi 4 minut. X deb boya boshlaydim. X minut vaqtdan keyingi vaziyat deb gaplashgandik buni. Javobi 4. Ular orasidagi masofaning eng kichik qiymati s bo'lsa, s kvadratini toping. O'zi mana shu-ku, mana buni ildizida o'zi s. Bizdan kvadratini so'rabdi. Shu ifodani o'zini topsak bo'ldi ekan. 4 ni qo'yamiz. 104 minus 6 kare 4 24 kvadrati qo'shilgan 8 kare 4 32 kvadrati qo'shilgan. Mana bu ifodadan olib kelyapmiz-da. Qo'shilgan 104 ayrilgan 24 boyagi 80 ko'paygan 8 kare 4 32 ni hisoblashimiz kerak. 124 80 kvadrat 6400 32 kvadrat 1024 80 ko'paygan 32 2400 160
2560 teng. 6000 mana 1000 bilan 7000, bu bilan 9980 mi? Xato hisoblagan bo'lsam, qaytadan qo'shib ko'rasizlar. Demak, rahmat hammaga.